Lift bizga nisbatan notanish emas, ammo liftga chiqqanimizda o'zimizni bilmayla amal qiladigan bir qancha g'ayri qoida bor. Masalan, diqqat qilgan bo'lsangiz, lift ichida odamlar bir-biridan ko'zini qochirib, beshini ko'tarib qavat soniga qarab turib oldi. Bundaqda hammanglarning xuddi bir o'gitib qo'ygandek o'xshash harakatni qilishning sababi nima? Har qanday odam boshqalar bilan aloqa qilganda o'zi rohat his qiladigan bir orliqni saqlagan bo'ldi. Bu orliq odatda 1,5 metrdan 1,5 metrgacha bo'ldi. Ya'ni odamlar o'zining atrofiga bir doira sızgan bo'lib, bu doira xususiy doira deb ataldi. Buning ichiga do'st birodarlar, xizmatdoshlar kira oladi. Faqat intayin yaqin munosabatdagi odamlar 1,5 metrgacha yaqinlab kela oladi. 1,5 metrdan 3 metrgacha bo'lgan orliq bo'lsa, ijtimoiy doira bo'lib, notanish odamlar yoki yangi tanishganlar bu doiraning ichiga kirdi. Agar xususiy doiraga biri tuyuqsiz daxl qilsa, odamda beoromlik tuyg'usi paydo bo'ldi. Liftmi dal shundoq. Chunki tonimaydigan yoki unchalik yaqin esqib ketmaydigan kishilar tuyuqsiz xususiy doiraga bosib kirgan bo'ldi. Bu vaqtda tunji inkos tabiiy holda qaytish bo'ldi. Ammo lift qaytish imkoniyati bo'lmaganligi uchun rahatsizlikni yengiltish maqsadida kishilar ixtiyorsiz holda diqqatini to'xtamay o'zgarib turgan qavat soniga yo'tkaydi. Liftda bir qancha odam bo'lganda ularni o'ziga tanlab turgan yerimi qiyinlashgan bo'ldi. Birinchi odam o'z xohlagan yerini tanlab turdi. Ikkinchi odam liftga chiqqan hamon har ikkisi bir-biriga eng yiroq bo'lgan ishga nuqta turdi. Uchinchi va to'rtinchi odam qolgan ishga bo'lini tanlaydi. Beshinchi odam o'ttirga keldi. Ve 6. adam çıqqan zaman içerikler chatga tizildi. Xususiy doiraning cho'ng kichikligi o'xshamagan sharoitlarda o'zgarib turishi mumkin. Buningga kishining mijoz xarakteri, davlat tavalligi va hatto iqlim qatorliq omillar ta'sir qildi. Yaqinqi vaqtlarda 42 davlatdan kelgan 9000 kishi bilan ilib berilgan tekshirishga asoslanganda, xususiy doirasi eng kichik bo'lganlar Argentinaliklar, eng cho'ng bo'lgani Vengriyaliklar bo'lgan. Buningdan sirt ayollarning xususiy doirasi erlarnikiga qaraganda cho'ng bo'lgan. Umumyuzlik qilib aytganda, sovuq iqlimdan kelgan odamlarning xususiy doirasi issiq iqlimdagilarnikidan cho'ng bo'lgan. Liftdagi tor bo'shliqning odamlarga qanday ta'sir qilganligini tushundirganda tilga ilishga tegishli bo'lgan yana bir hodisa bor. U bo'lsa bo'shliq vahimasi. Ya'ni liftga o'xshash tor va yipiq yerlarda maydonga kelgan qo'rqish, nafas siqilish qatorliq ahvollar bo'lib, ba'zi bu klaustrofobiya deb ataldi. Bu hozirgi kunimizda ko'p kishilarda ko'riladigan psixikalik bir normallik. Diqqat qilgan bo'lsangiz, har qanday liftda cho'qim aynak bo'ldi. Bunun sababi medal liftning ichini asldagidan cho'nqib ko'rsatish va bu orqali vahimni ozroq bo'lsa-mu yengiltishdir.